Hürmetlik televizor kögüçüler, naq maydandaki tomoshabinlar, bugün ko'rdiğinizlar Şinjan televiziya stansiya Xuyu madaniyat taqtish cheklik sherikti bilan Şinjan Albidar madaniyat media cheklik sherikti birlashib yo'lga qo'ygan nutq so'zlash tipidagi programma ular shundoq deydi. Undaqda programmamizdagi ular kimlar? Programmamizdagi ular bo'lsa, o'z sohasida o'z kasbida natija qozonib, o'z muvaffaqiyatlari orqali jamiyatga ta'sir ko'rsatgan kishilar. Biz ularniki muvaffaqiyat ta'sirotları, shundaqla hayot qarashlari, turmush tajribalari orqali jamiyatga ilhom va madad bermoqchi. Bugungi programmamizdagi bosh qahramoni bo'lsa, Şinjan Universiteti matematika sistemi fanlari institutininki professori, doktor yetakchisi Abdurashid Abduvali. Menimcha matematika yo'q ya yo'q. Dünyanın hamma yeri, turmushimizning hamma yeri matematik bilan to'lgan. Shuning uchun matematika bizning turmushimizning markazi va insoniyat madaniyatining muhim nuqtasi deyishga bo'ldi. Shuningdek bu nuqta haqida tafakkur qiluvchi Abdurashid Abduvali to'g'riliq bugun bir VCR ko'rib boqaylik. Marhamat. Şinjan Universiteti Matematika ve Sistemi Fanları İnstitutining muavin mudiri. Jongo Hisoplash matematikasi ilmiy jamiyati Şinjan sho'basining boshlig'i. Professor Doktor Abdurashid Abduvali. Abdurashid Abduvali 20 necha yillik o'qitish va tadqiqot jarayonida qo'lga keltirgan natijalarga asosan Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni bo'yicha chet ellarda o'qib qaytib kelgan munavvar xodimlar mukofoti, Bogan guruhi munavvar o'qituvchilar alohida mukofoti, Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni bo'yicha tabiiy fanlar o'qitish xizmatidagi donliq o'qituvchi qatorliq nurg'un sharaflarning sohibi bo'ldi. Doktor Abdurashid Abduvali matematik o'qitishi va tadqiqotidagi gavdalik natijalarga asosan avtonom rayonimiz, hatto davlatimiz matematik sohasidagi nufuzli mutaxassislarning qoyilligiga erishdi. Bundaqda Abdurashid Abduvali qanday qilib eng qiyin fan deb qaralgan matematikadan iborat bu kasbda o'qib va tadqiqot bilan shug'ullanib, boshqalar e'tirof qilolmagan natija qozona oldi. Qanday qilib matematikadan iborat bu zarur fanni yaxshi o'rgangili ham undan unumli foydalangan bo'ladi? Ya'ni bizniki matematik fanlari professori doktor Abdurashid Abduvalini taklif qilaylik. Marhamat. Qarsam yaxshi turibsa. Rahmat. Menimcha matematikani yaxshi hisoblash bilan go'shtni yaxshi yegandek turibsa. Albatta shunday bo'ldi. Bunda qarsam menga formuladek ko'rinsa o'zing. Sence matematik tasmi? Albatta tas. Tasmi? Tas. Lekin men yaxshi ko'raman, qiziqaman va buni so'yayman. Sen tas narsalarni belki so'ysan shundami? Hamma odam shunday bo'ldi. Hamma odam o'zininki tas bo'lgan narsaga uni o'ginib baqay, uning intilib agar ashuni yaxshi ko'rsalar, uni cho'qim boshqa ep chiqib ketadi deb qarayman. Yaxshi ko'rsalar boshqa ep chiqib ketadigan ish bo'lsa nihoyat yaxshi. Men matematikani yaxshi ko'rgan. Lekin oxirgi ep chiqib ketdim men. Lekin sen chin yurgandan yaxshi ko'rmabsan. Chin yurganimdan yaxshi. Agar chin yurgandan yaxshi ko'rgan odam uni hargiz tashlab atmaydi. Uni pul uchun, uni boshqa narsalarga setib atmaydi. Haqiqatda tirishib, oshnanki qonuniyatni egallab oldi hamda uningki eng oxirgi pallisigacha tirishidi. Lekin fanni sen bilsa, u oxirgacha chiqmaydi, shundami? Oxir chiqmaydi. Qancha o'rgangan sari shuncha ishkillab ketgan bo'ldi. Sen matematikaninki bizning taraqqiyotimizga roli haqida bir nutq so'zlab boqamsan? Rahmat. Matematika nihoyatda qo'llanishi ko'p bo'lgan hamda fanlarning asosi. Demak, matematika ilm fanning darvozasining oltin ochqichi deb atay ekan. İtaliyalik bir alim Galilei, belki tanıysizlar matematik alimi Galilei. Eğer tabiatni bir kitap desek, o kitap matematika orqali yozilib chiqqan deydi. Bu deganlik nima esa, agar sen matematikani bilmasang, tushunmasang, bu tabiatni tushunamaysan. Tabiatninki sirni yeshamaysan deydi. Unda olsa, zaten bizning matematika deganimiz nima? U matematika deganimiz bizningki sezgirligimizni oshiradigan, bizni texmi o'tkir qiladigan, bizni texmi tirishib mukammal ishlarni qiladigan, yetaklaydigan mana bir tantarbiyaga o'xshash bo'ldi. Mening ko'z qarashimcha. Undan so'ng matematika zaten qanday rollarni o'ynaydi? Qanday ishlarni odamga
beg'ishlaydi. Shuni o'ylab boqaylik. Birinchi, matematika mening nazarimda odamning tafakkurini yetishtiradigan, odamning tafakkurini texmi mukammallashtiradigan bir fan deb qarayman. Ikkinchisi, matematika u amaliyotdan kelgan. Matematikalik masalalarning hammasi amaliyotdan kelgan. Biz amaliyotdagi kelgan narsalarni biz matematika orqali biz uni yechib chiqarib, yana amaliyotga sunamiz, jamiyatga turmushga sunamiz. 10 yil burun Janubiy Shinjonga bir xizmat to'g'ri berib qoldim. Berib qilish jarayonida men shuni his qildim. Xotanga borgandim. Xotanda men attiganda qolsam shunda havo yaxshida. Tuyuqsizla bir 5 minutning ichida havo o'zgarib ketdi. Tuyuqsiz to'p yig'ib ketdi. To'p yig'ib ketgandan keyin bu go'zal bir shahar birdamda to'pining ichida qolib qoldi. Men shuni his qildimki, bu qanday ish? Bu nimishki mushta bo'ladi degan bir ideya menda paydo bo'ldi. Shuning bilan men o'ylab qoldim. Bu qanday narsa? Shuni men dehqonlardan so'radim. Bu nima hodisa? Bizningki mushta bo'lgan hodisa zot nima desam, ular mushta yaqinligi to'pa yog'damab qoldi. Uning kendi qumliqmi bak ko'chib ketib bordi, qumliqmi bak kengirib ketib bordi dedi. Deganki menda bir o'y paydo bo'ldi. Agar men mushu qumliqning kengayishi to'g'riliq bir tadqiqot temasi ishilsam, mushu tema orqali men mushu qumliqningki har yilda qanchalik kengaydiganligini men hisoblab chiqsam, bilsam, mushu qonuniyatni bilsam, u chaqda men yuqori o'rinlarga mushu to'g'riliq doklad bersam, mushu qumliqning kengayishi to'g'riliq natijani bilgandan keyin mushu ekologiyani qo'g'daydigan, mushu qumliqni tizginlaydigan bir siyosat chiqqanmi degan niyatda men bir doklad yozdim. Doklad yozib, buni markazninki tabiiy fanlar fondiga sundim. Sungandan keyin ular qabul qildi, qabul qilib menga iqtisodiyotni yordam berdi. Men mushliq temadan ishni ishildim. Ishlash jarayonida men janubga berib, mushu qumliqninki ko'chishi, ya'ni qumliqning kengayishi to'g'riliq mushliq tadqiqot temasi ishlab, men qumliqning ko'chishiningki matematikalik formulasini, ya'ni matematikalik modelini tuzib chiqdim. Tuzib chiqqandan keyin bizningki guruhdagilar mushu modelni tadqiq qilish orqali, mushu modelni matematik usullar orqali yechish orqali mushu janubning qumininki har yilda 5 metrdan 6 metrgacha kengaydiganligini biz bayqadik. Bayqagandan keyin buni yuqori o'rinlarga berdik. Bergandan keyin yuqori o'rinlar albatta bu tizginlamasak bo'lmaydi ekan deb mushu janubga o'rmon barpo qilish, mushu qumliqni tizginlaydigan nurg'un siyosatdan o'tirib qo'ydik. Endi meshad nima degan chaqda matematika turmush bilan xuddi sudek yaqin munosabatda degan ifoda bo'ldi. Demak, turmushdan oldik, yana turmushga biz javob berdik. Buning qonuniyatini egalladik degan gap. O'tganki asrning 80-yillardan boshlab iqtisod olimlari Nobel mukofotiga erishdi. Biz bularni tadqiq ko'rsak, bularning ko'pchiligi qandayki, oliy maktabda matematik o'rgangan matematiklarga. Bu deganlik nima desa, iqtisod bilan matematika qandayki, naydi zich yaqin narsaga. Yana birsi, men bir 5 yil burun Abnum rayonidagi yuqori bir o'rinni menga mushu butun Shinjongninki 3 yillik milliy tiboat dorilar bilan jungochi dorilarninki setilish sonliq sepirini menga berdi. Berib ularning talabini imkoniyatsanlar, shu sonliq sepirlar orqali mushu Shinjongninki bozor ahvolini selishtirib kelsang, bizga analiz qilib bersang, qaysi dorininki Shinjongda setilish miqdori ko'p, qaysi dora bizga yaxshi unum akib berdi. Agar biz Shinjongga milliy tiboat dorilarini yasaydigan zavod qurmoqchi bo'lsak, Shinjongning qayerga qurgan vaqtimizda muvofiq keldi degandan mushtaq bir mazmundagi temati. Men uni qabul qilib bizningki guruhimiz bilan ishildim. Ishlash jarayonida biz shu 56 o'rindan kelgan milliy tiboat dorilardan 1178 xil, jungochi dorilardan 988 xil dorininki shu 3 yillik nayt nurg'un sonliq sepirini biz ratlash ham buningda istatistika qilish orqali Shinjongda mushu dorilarning setilish ahvoli, setilish miqdori, mushu dorilarningki bozor ahvollarini biz analiz qildik. Shimol Shinjongga qayerga muvofiq, Janubiy Shinjongga qayerga muvofiq, butun Urumchi rayonida qayerga muvofiq degandek narsalarni hammani men ularga doklad qilib berdim. Bergandan keyin ular qanday qildi desanglar, ular buni nihoyat xursandlik bilan qabul qilib, Abnum rayon markazga yo'llabdi. Yo'llagandan keyin markazmi bu nihoyat ilmiy bo'pti bu ishinglar, bu sizlar nihoyat puxta ishlasizlar bu ishni deb bularga nurg'unlagan iqtisodiy yordamlarni berdi. Hamda mushin davomli ishlanglar deb yordam berdi. Bu yerda degan nima degancha, bizmi mushu ishlarni qila olamizki. Biz
to'liqsiz ham to'lg'irtiladi o'rganamiz matematika. Shundaqmi? O'rganib maktabdan sirtidan chiqqandan keyin, ya'ni maktabdan darvozadan chiqqandan keyin 1-2 yildan keyin cho'qim matematika qanday bo'lib ketdi, unutib ketamiz. Undan so'ng matematikaning rol qolmamda? Yo'q. Siz ma'lum bir xizmatni qilayotgan vaqtida, ma'lum bir vazifani o'tayotgan vaqtida shuni noyatli pishiq, astoydil, puxta ishligingiz aslida sizning qo'lingiz yezilib qolgan, sizning yuragingiz yezilib qolgan, sizni tarbiyalab chinib turgan matematikaning roli deb qarayman. Agar siz matematikani yaxshi o'rganmasangiz, o'sha ishlarni astoydil, berilib, har bir ishni puxta qila olamsiz, qila olmaysiz. Shunga sizning chiniqqaningiz noyatli to'g'ri bo'lganligidan. Demek benim matematik bilan bo'lgan hayotim nihoyat murakkab. Har qitim kishilar mendan so'raydi, "Sen 30 yil, 20 yil matematikani tadqiq qilsa, sen bundan zerikmedingmi? Nima foyda ko'rding? Bundan hal qilamagan masala bormi?" deydi. To'g'ri, men bir oddiy odam. Men matematik qiziqib qolganlikdan matematikani yaxshi ko'rib, matematik bilan hayot kechiryapman. Endi meningki matematik bilan bo'lgan uchrashishimni nihoyat tasodifiy. Ben to'liqsiz o'qiyotgan vaqtimda mening bir o'qituvchim ismi Imramiz Ma'lim, mushu ma'lim bizga bir topshiriq bergan matematikadan. Topshiriq bergan vaqtida bu ma'lim bergan topshirig'i men uy berib qarsam, nihoyat murakkab, taskanda men astoydil ishlab vaqtim. Ishlab, ertasi ma'lim topshirdim. 3-chi kuni ma'lim bizning hammamizning topshiriqlarini topshirib berdi. Men qarsam mening hammasi to'g'ri. O'zim ishonmay qoldim. Bu qanday gap bo'lib ketdi deb. Bir kamdagi ma'lim xulosalab mana dedi. Mo'shu sinfda faqat Abdurashidlar mo'shu topshiriqlarni to'g'ri astoydil ishlabdi. Bo'lib, mo'shuning ichidagi 5-masalani men nihoyat has ishlagandim, lekin Abdurashid nihoyat oddiy to'g'ri ishlabdi dedi. Mo'shu bir ig'iz gap mening butun hayotimda unutilg'isiz bir kechirmish bo'lib qoldi. Shuning uchun men matematikaga nihoyat qiziqib ketdim. Oliy maktabga kelgandan keyin desa, oliy maktabga kelgandan keyin haqiqatan odam bir erkin dunyoga chiqqandek bo'ldi ekan. Lekin meningki qallamda yana bor. Bu matematika bunday tez. Men bu kasbni tanladim, mushmak o'qiyapman. Agar men o'zimni shunda erkin qo'yib olsam, buni tasnasini qanday o'rganaman? deydigan bir ideya paydo bo'lib qoldi. Shuni bilan qanday qildim insonlar? Men o'zimning turmushini nihoyatda sistemlashtirib, nihoyat planlashtirdim. Matematikani yaxshi ko'rma. Undan sirt yana bir til o'rganay degandek mushtaq bir xil plan bo'ldi. Shuni 4 yil nihoyat yaxshi o'qidim. Undan keyin men bitirgan vaqtda matematika fakulteti meni shu nimga bizningki matematika instituti vaqtida fakultet ib qolamiz dedi. Ib qolamiz degancha men ketkim bor. Nimishga aytsam, men o'qigan G'uldiz shaharlik 7-o'rta maktab degan nihoyat donliq maktabda ham men o'zim bolaligim shu yerda o'tkazgan bo'lg'achqa asha berib ma'lum bo'lishni yaxshi ko'ratdim. Asha berib men shu o'qituvchilarim o'xshash, men bolalarga yig'ib o'rgangan matematikalarni so'zlab beray, ashlarni matematika qiziqadigan, matematikani tushunadigan qilib yetishtiray deb o'ylagandim. Lekin bo'lmay qilib men o'sha ma'lum bo'lib qoldim. Ma'lum bo'lib qilib, undan keyin chet elga o'qishga chiqish imtihoniga qatnashib chiqdim. Biz o'qigan vaqt 80-yillarda ingliz o'rganish degan nihoyat oz odamlarda botdi bunday ideya. Qolgan ideyamlarda menga ta'siri ruscha bo'lg'achqa ruscha o'rgangandim. Shunga men shu ruschani ash imtihon bir qatim ishlatdim. Haqiqatan yuqori nomer oldim, matematika yuqori oldim, ruscha yuqori oldim. Fizikada ancha yaxshi emas. Shunda bo'lsin men o'tdim. O'tib men chet el chiqdim. Chet el chiqqanda Yaponiyaga chiqdim. Yaponiyaga chiqqanda Okayama tabiiy fanlar universitetiga bordim. Berib Ma'lum bilan ko'rishgan chaqda ma'lum hayron qoldi. Sen Ayşadan shu yerga matematika o'rganishga keldingmi deb. Shunda desam, matematika yaxshi ko'ramsan dedi. Albatta yaxshi ko'raman. Nemisini yaxshi ko'rsangiz, men nihoyat ishlik ashning qonuniyatlarini, ashninki nihoyat birdan-birligi, rostchilligi, nihoyat odamga ba'zi vaqtida nihoyat och sovuqlarning borlig'ini bilg'ashga men ashni yaxshi ko'raman. Ay bo'ldi ekansa. Undan men bilan o'rgan dedi, men ma'lum bilan o'rgandim. O'rganish jarayonida matematikaning nihoyat murakkabligini, matematikaning nihoyat tasdiqligini har doim bir qadam olganda bir qadam sezma, har kun olganda har kun qadam olganda har kun sezdim. Nihoyat tasnashga. Lekin buning ishga kirib ketsangiz, buni yaxshi ko'rsangiz, buningki butun jamiyatda bo'lib qolmay, o'zingizni mukammallashtirish uchun nihoyat cho'ng rol borligini his qildim. O'qish jarayonida boshda ma'lum meni sal yaratmaganda qilgandi. O'zimga nihoyat ishonadigan odamda men ma'lum yaratmagandan keyin men o'ylab qoldim, bu yormaydigan nemisi yormaganda to'xtabdi deb men bir necha qitim ma'lumdan so'radim. Ya sen seviyaring bak tuvanka dedi. Qayerim seviyan tuvanka intam ib baqsa, ya intam olmaymiz bizning davlatda dedi. Undan qanday qilmasam sen bir maqolni o'qib, mushningdan hissiyotini so'zlab baq, mushning tushunchang so'zlab baq dedi. Degandan keyin men shu inglizcha maqola
man abiyaslarga degan chog'da man abiya degan vaqtda man rus o'rgangan. Lekin man Yaponiyaga chiqish uchun yaponcha o'rgandim. Yaponcha o'rganish bilan birga o'tirliq sizlarga demadim, ingliz o'rgandim. Gerçi ingliz severim yaxshi bo'lmasa, shu vaqtda shu maqolani, inglizcha maqolani muallimninki topshiriq bo'yicha men birdan-bir lug'atga qarab bo'lsam o'rganib chiqdim. Bir haftadan keyin men muallimning topshiriq bo'yicha shuni shu muallimning guruhining ichida doklad berdim. Ba'zan muallim hayron qolibdi. Sen inglizcha bilsan-ki ha deydi. Deganda men muallimga nima deyman? Ancha-muncha deb qo'ydim. Muallimninki menga bo'lgan ko'z qarashi shundan boshlab o'zgardi. Demak nima degancha mendiki bir xil osh yashmasam bo'lmaydi, oshni qilmasam bo'lmaydi deydigan bir xil ko'z qarash, bir xil tirishchilik bo'lishqa, osh neki degan muallimni qoyil qildim. Muallim shuni qoyil bo'lib, menga ayrim bir bo'lim berdi. Men ayrim bir kompyuter bor, ayrim bir bo'limni o'tiradigan bo'ldim. Bu meniki bir hafta uxlamay, tamoqni bir vaqtmi, ikki vaqt yeb, tirishqanlik natijasidan bo'ldi. Men bu natijani ko'rgandan keyin texim tirishdim. Doktorlik unvonlarini ilib qaytdim. Qaytgan vaqtda muallim nima dedi desanglar, "Ya, sen ketma. Sen meningki yordamchi o'qituvchim bo'l" dedi. Degandan keyin men dedimda, "Ya, men ketay. Men birinchi qitim G'uljiga ketamagandim, ikkinchi qitim o'sha Urumchiga o'sam ketib olay" desam, muallim "Undan men sen bilan boray" dedi. "Voy bo'ldi, siz bormisiz, men bo'lmamdi" desam, "Yo'q, men sen bilan borman. Men ko'rib baqay" dedi. Nimani ko'rki bu muallim desam, bu muallim men bilan keldi. Shu vaqtdagi bizningki Xinjiang universitetininki matematika fakultetiga keldi bu muallim. Biz Urumchiga tushdik, atsi men bilan mana fakultet keldi. Kelib unkani ko'rdi. Mush Abdurashmishda doktorlikni olib keldi. Doktor vaqtida men doktor ashti bo'lib kelgandim. Qaytib kelgandan keyin mana shu o'rgangan narsalarimni asosiyatdan men o'qitish jarayonida ishlatdim. Lekin amaliyot jarayonida ishlatdim. Yana bir eng muhim men bunda bir yerga ishlatdim. Men Yaponiyada o'qiyotgan vaqtida bizning muallim, mening shu neki degan muallimim nurg'un korxonalarga maslahatchi bo'lganki. Bu orqali bu muallim men doktorlik o'qiyotgan oxirgi yillari menga mening shu yig'inlarga boshlab olib ketdi. Men shuning bilan nurg'unligan iqtisod shu so'siyete korxonachilar bilan tanishib ketdim. Shu jarayonda bir dori ishlaydigan zavod shu Xinjiangdan shu zamonlarda 80-yillari, 90-yillari Chuchukpoydamda Ganso degan narsani ular shu Yaponiyaga chiqdi ekan. Yaponiyaga chiqqandan keyin buningdan bir dori yasaydi ekan, ukol yasaydi ekan-da. Mushtaq ishni qilayotgan to'q dedi. Degandan keyin men ashninki o'sha Xinjiangda agar mushuni nima qilsanglar, xam materialni Xinjiangdan Yaponiyaga akagicha qancha vaqt ketadi desam, buni Jalibdan yig'ib akilib Daxiyanga kelgan. Daxiyandan poyezd bilan Tianjinga olib ketgan. Tianjindan uni Yaponiyaningki portiga olib ketgan. Yaponiyaning portidan jago nima qilib pishiqlab ishlab uning kendan dori ishlaydigan zavodga olib ketgan. Bu jarayonda nurg'un vaqt ketdi. Agar mushu Chuchukpoya Daxiyandan Tianjinga borgacha bo'lgan orliqda bir qatim yomg'ir qilib qolsa, uningki ichidagi tarkibi buzilib ketadi ekan. Demak, men mushlarni uqqandan keyin men dedim bularga, bunda talabni qo'ydim. Agar sizlar Xinjiangga mushuni pishiqlab ishlaydigan bir zavod qursanglar, u chog'da sizlarga har jihatdan foyda bo'lmamdi desam, albatta yaxshi bo'ladi dedi. Buni qilgin bo'lam dedi. Bo'ladi deb men ularni boshlab shu Urumchiga akeldim. Mana shu bizningki hozir yangi ichilish rayoni, ya'ni Arplan stansiyaning yonida bir zavod qurdik. Endi bu odam matematik o'qigan turib bir zavodning planlovchisi bo'lib ketamdi deb ishonmasliginglar mumkin. Lekin men muallimning yetakligida nurg'un korxonalar bilan uchrashdim dedim-ku, shu jarayonda men o'rgandim shu planlashlarni, mushtaq narsalarni o'rgandim. Undan keyin men abaqi kichigimdan tortib o'rgangan matematikalik tafakkur bor, shularni men qilib ketdim. Shuning bilan bu planni o'tirib qo'yib, shu ishni boshladik. Texniklarni hammasini Yaponiyadan kirgizilgan, kompyuterda yumshoq detallarni ham Yaponiyadan kirgizilgan zavodni meya qurdigan, meshada material ishlaydigan bir zavod qurdik. Qurgandan keyin bu yaponlik texniklar keldi. Kelgandan keyin bular hammasi kompyuterlashib ketgan. Buni qanday qilmaymiz degandan keyin bular ketib bir oydan keyin to'xtab ketib qoldi. Ketib qolgandan keyin qanday qilamiz degandan keyin men shu o'zim program tuzish bilgandan keyin bu mashinanki programmasini tuzishni o'rgandim. Sanoat ishlatadigan kompyuter bilan bizningki odat kompyuter o'xshamaydi ekan. Lekin uningda bir program tuzgan til bor ekan. Men shuni o'rgandim. O'rganib, ashlarning digini bo'yicha qilib, biz 1 yilga qolmay, 6 oy, asli 1 yil planlagan, 6 oy qolmay bu zavod chesti qurildi. Qurilib 1 yilda bizning mahsulotlarimiz chiqdi. Burun bular 300 tonna chiqadigan narsani hozir 30 tonnaga yetmaydigan 3000 kilogramlik narsa ko'tarib chiqadigan bo'lib qoldi. Nayt zo'r unum berdi. Shuning bilan
Men bu yerda yana bir nima o'yladim. Ha, matematika o'rgansam, men nurg'un narsalarni qila olaman-ku degan ko'z qarash bo'lib, bular bilan 3 yil ishildim. 3 yil ishlab bo'lib, meniki yana bir qitim Yaponiyaga chiqib, tadqiqot ishim bo'lib qoldim. Gruppadan men chekinib chiqib, shuning bilan Yaponiyaga ketib qoldim. Demek matematikini öğrengendiğin ahire nurgun sağladı işiltipse. Demek matematika yok ya yok. Şu anşka matematikini çok mu öğreniş gerek? Doğru. Hem de bayalların içinde nurgun yaxşı bayallandıydın. Lekin şu doktorluk makalanın neticesini demedin. O bu mu yani Japoniyanınki matematik kamusuga kirgizilgen tunji chet ellik degan sen o değil mi? Doğru. Rahmat. Şu anşka seninki muşu neticelerin bizniki biz bilmeymiz ha. Biz his qilmaymiz. Belkim bizning Abnum rayonimizniki, Şinjan'ınki matematik işlerin taraqqiyotiga sen ünsüz töhplan qo'shib o'tsa. Bu belkim bu töhplar kelgusi ko'rilishi mumkin ha. Hozir biz shu narsani cho'nqur his qilyapmizki, Jungo ma'rifiniki matematik natijasi hozir dunyoda oldin qatorda chiqyapti. Demak bu sizlarga o'xshash mutaxassislarning töhpisi deyishga bo'ldi. Savollardan necha tushibdi? Bir javob bersang. Sizning to'liq o'tirdagi matematik natijangiz qandaqdi? Yuqurmiti, tuvanmiti debdi. Mening to'liq o'tirgan matematik natijam izchil yaxshi bo'lib kelgan. Izchil yaxshi bo'lib kelgan. Boshlang'ichchi. Boshlang'ichda bunda bir ish botdi. Esimga kelib qoldi. Boshlang'ichda o'qiyotgan vaqtimizda, birinchi yil o'qiyotgan vaqtida bizningki sinf tarbiyachimiz Amina muallim degan muallimdi. Bu muallim bir kuni kiribdi. Kirib, hammalar ayringlar, yeshinglar, tozliq tekshiraymiz deb. Lekin hammamiz ham kichik bo'lgandan keyin yashdik. Yeshib, qo'llarimizni parta ustiga qo'ydik, putlarimizni, yeshib paypoqlarimizni yeshib qo'ygandan keyin hammamizni tekshirib bo'lib, oldimizga chiqdi. Oldimizga ma'lum chiqib, undan bir o'rinda qo'yib, meni chiq dedi-ku. Degandan keyin, "Apla, bu chada qo'ldi" deb men chiqdim, chiqib undan oyog'imni yashayday ma'qul deb paypoqlarimni yashdim. Ma'lum paypoqimni elib ko'tarib, bolalarga dedi-ku. "Ma paypoq ko'ringlar, ma paypoq, yangi paypoq emas-ku, lekin shunda pokiz yuyilgan-ku. Yitilgan yerlar bor ekan-ku, buni yamab qo'yibdi. Ma putlar qarab yiqinglar, Abdurashidning qo'llari qarab yiqinglar, tomoqlari shunda pokizlanibdi. Demak, biz bolalardan mushtaq bo'lishni talab qilamiz" dedi. Deganda menga shunda bir xil ashu, menga bir xil turtki bo'ldi. Kichik sabiy qalbimda maktab degan chaqda cho'qim pokiz, ratlik bo'lish kerak-ku deb men o'zimning onasininki menga ishlatgan qon tarni yana bir qatam his qilib, onam bo'lgan shu vaqtdagi rahmatim ishib ketgan. Shunga menga ashu narsa har doim mening ko'z oldimda, har meni ko'z oldimda. Demak, nima degan chaqda, ashu ma'lumning bir ishi mening butun hayotimni o'zgartirdi desak bo'ldi. Cho'qim shu matematik ma'lum deymi? Matematik ma'lum. Qanday qilganda bolalarni matematikka qiziqtirg'ili bo'ladi debdi. Bolalarni matematika qiziqtirish degan chaqda endi buni aytib tas. Bu faqatla shu matematika o'tadigan ma'lumning vazifasi emas. Birinchidan ota-ona buning maslashishi kerak, ikkinchidan ma'lum, uchinchidan jamiyat maslashishi kerak. Bu qanday degan gap desa, cho'qim uyda ota-onalar bolasiga matematika test pan degan uqumni bermaslik kerak. Matematikani o'rgansang, bu boshqa fanlarga o'xshash, nihoyat oson tushunib olarsan. Bu degan nihoyat oson fan, buni qonuniyatlik fan, buni o'qisang, birdan-bir o'qisang, bu nihoyat oson fan degandek mushta bir uqumni berish kerak bolalarga. Bolalarga dadillik bilan o'rganishni tashabbus qilish kerak ota-ona. Uning kendi o'qituvchimi bolalarga tushundirgan chaqda nihoyat murakkab emas, nihoyat ommabop, nihoyat oson narsalardan boshlab tushuntirish kerak deb qarayman. Uning kendi jamiyat degan vaqtimizda jamiyatni doim bularga matematikalik musobiqlarni, matematikalik kurjuklarni, matematikaning ishlatiladigan sohalarini tanishtirishi, mushta bir faoliyatlarni uyushtirish kerak demak. Bu nihoyat obyektiv javob bo'ldi. Menimcha bizning ota-onalarning hammasi saqlanadigan masala. Matematik nihoyat qiyin deydigan ideyamizni oshkorlab qo'ymiz ha. Buni shunga bu taklif menishi intayin yaxshi. Demak, bu nima desa, bu Abdurashidning dastlabki degan gapi bilan munosabatlik. Matematika faqat birla javobi bor. Rostchilik to'lgan fan degan gap. Demak, bu yerda rostchilik to'lgan gap degan so'zning og'zida nihoyat yuqori bir falsafiy fikr bor. Bu yerda odamning o'zini mukammallashtirish ideyasi asosiy o'rnida turadi. Shunga bu xil ruhni joriy qildirish, bo'libmi matematik ruhini, javobning bir bo'lganligini, samimiy rost ekanligini qanot yaydirish menimcha intayin muhim.
yoshlar vakillarininki savol so'rash bosqichi. Qani sizdan kelsin. Assalomu alaykum Abdurashid muallim. Men Shinjang Universiteti Matematik fanlar institutining magistr aspiranti Imom Mehmet bo'laman. Bugun sizning qimmatli vaqtingizni chiqarib mushahada bizga matematik to'g'riliq so'zlab berganingizga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Muallim siz bizning rayonimizda matematika o'quv-o'qitish faoliyati bilan, tadqiqot bilan shug'ullangandan boshqa chet ellarga chiqib, ya'ni Yaponiya, Avstraliya qatorliq davlatlarga chiqib, takliflik professor sifatida shu yerda o'quv-o'qitish faoliyati bilan shug'ullanibsiz. Shu jarayonda siz bizning davlatimizdagi matematika o'qitish bilan chet ellarning matematika o'qitishida qanday farqlarning borligini his qildingiz? Mush to'g'risida ozroq so'zlab bergan bo'lsangiz. Chet elniki deganimizda, masalan, men borgan Yaponiya bilan Avstraliyanikini asosiyatini bilaman. Bu ikki davlatda asosligi qo'llanishni, uning kendan kompyuter orqali hisoblashni, ya'ni model tuzishni, program tuzishni, chiqqan natijani asliy natijaga selishtirish degandek mushtaq amaliy ahvollarni o'rgandik. Uning kendan o'xshamaydigan yana bir nima deganchada, bizga o'xshash bir mavsum dars o'tib bo'lgandan keyin bular qog'ozga imtihon olamiz demaydi ekan. Bular qanday qildi ekan desa, bular bizga ma'lum bir temada topshiriq berdi ekan. Mushu temani men bir haftaga ishlab kelishim kerak ekan. Bunda qanday nima deganchada, bunda qanchada ben cho'qim bir maqol yozib keldim deganga o'xshashda, men ma'lum bir sohada ma'lum bir bayqashni tepib shu to'g'riliq men bir ilmiy maqol yozdim degan. Bunda qanday nima bo'ldi deganchada, o'rgangan bilmingni ishiltalaysa, uning kanda senda yengillik yaratishi bir rol bo'ldi. Unga o'tirib mushu maqolni yozishning usullarini o'rgansa degan gap. Demak, o'xshamaydigan yeri mushu jihatdan zo'r o'xshamaslik bo'ldi ekan. Yana birsi bularninki asos jihatdan har qanday narsani kompyuterda cho'qim amaliyot bilan tajribani birlashtirdi ekan. Agar men bir nazariyani o'tirib qo'ygan bo'lsam, buning amaliy isbotini men matematiklik nihoyatda mukammal isbotni nazariya jihatdan beraman ekan. Uningdan sirt amaliyotda mushu nazariya ishlatgani bo'lamdi, bo'lmamdi. Agar ishlatsam bu nazariyaning javobi qanday chiqadi? Nazariya bilan amaliyotninki ikkisining natijasi o'xshashmi, o'xshash emas. Agar o'xshash bo'lmay qolsa, qanchalik farq bor? Mushu jihatdan o'xshamaydi. Amaliy javob bo'ldi, nihoyatda yaxshi. Bizning matematikada topshiriqni ishlab etamiz, uning amaliyot bilan nima munosabatda chatqimiz yo'q bizning. Demak, biz faqat ma'lumga hisob ishlab beramiz, topshiriq hisob ishlab beramiz. Shunga mushu o'rganish usuli menimcha intayin qimmatli ekan. To'g'ri. Assalomu alaykum Abdurashid muallim, yaxshimisiz? Men Shinjang Universiteti matematik fakultetining o'quvchisi Rahabiya Abdurashid bo'laman. Sizning leksiyalaringizni anglagandan keyin bek ta'sirlandim, ham xush bo'ldim. Hammamiz bilamiz, matematika fanning asosi deymiz-ku. Shunda turibli hozir mayli ota-onalar yoki jamiyatda bo'lsin, ularning qarshida matematik natijasi yuqori bo'lgan bolalarni amiz aqlli bo'ldi deydigan qarash bor. Sizning mush qarash to'g'rimidi? Mush to'g'risida ozroq tushuncha bergan bo'lsangiz rahmat. Bo'ldi, rahmat. Bu qarash mencha xato deb qarayman. Faqat matematik bo'lsa aqlliq degan bu mantiqiy uyg'un emas, to'g'ri emas. Bu yerda matematika bilganlar aqlliq emas. Matematik bilganlarning ishidami, hamda jamiyatga rol yo'q. Asqatmaydigan kishilar bo'lishi mumkin. Shunga bundaq desak bo'lmaydi. Odamlar tug'iliblar, u dut bo'lmaydi. Tug'iliblar aqlliq emas. U yetaklashdan bo'ldi. Ya'ni oilaning tarbiyasi, jamiyatning tarbiyasi, shundaqla o'zining taraqqiy qilishiga ergishib, u taraqqi qilmoqdi. Shunga biz faqatla uningki bir nuqtadagi, bir fandagi ya bir nuqtadagi kamchiligini tutiliblar, buni dut deb bir yo'lda aytib etsak bo'lmaydi. Uning ortiqchiligi boshqa yerda bo'lishi mumkin. Masalan, adabiyotda bo'lishi mumkin, rassomlikda bo'lishi mumkin, tantarbiyada bo'lishi mumkin. Agar u tantarbiyada noyatli talantli bo'lsa, uni oshi jihatdan yo'lash kerak. Oshi jihatdan o'zining talantini joriy qildirish uchun uningga yaqin yordam bo'lish kerak. Hargiz bolalarni sen döt, sen kalva, sen asqatmaysa deydigan narsani demaslik kerak. Sen otani bo'ldi ekansan, cho'qim balangning ortiqchiligini tepishga moyil bo'lishing kerak. Hargiz uni sen döt, sen kemsmaysa, sen jamiyat asqatmaysa degan tillarni qilmaslik kerak. Chunki u balda cho'qim bir xil olaylik bor. Balkim sen bayqamagan bo'lishing mumkin. Yoki ma'lumlar bayqamagan bo'lishi mumkin. Yoki jamiyat bayqamagan bo'lishi mumkin. Shunda bir keldirganlikin, aşı balaninki, aşı alayligi cho'qim uning uchun noyatli zo'r turklarni qo'shish mumkin. Bu fikrim qo'shilaman. Chunki
agar o balniki bir alayligi bo'lmasa bu dunyoga kelmaydi. Bu dunyoga kelganken cho'qim uning bir alayligi bor. To'g'ri. Xuddi boya matematik bilmagan odamni 4 digil bo'lmaganga o'xshash, matematik bilgan odamni aqlli tekazak bo'lmaydi. Bu sanqartilgan emas lekin. Shunga biz tangpon saqlash intayin muhim. Har bir odamning qimmati o'zi bilan bo'lishi mumkin, ha. Assalomu alaykum Abdurashid muallim, yaxshimisiz? Yuqorida sizning shu matematikaning amaliy qo'llanishi, roliga qarata so'zlaganlaringizni anglab, shu o'zimning necha yillardan beri matematika o'rganibman. Matematika qarata tushunchalarning undaq bakiligi, keng emasligini, shunday tar doiradan yuzaki ekanligini his qilib qoldim. Undan bo'lsa, sizning shu oliy maktab o'quvchilariga, yana jumladan shu oliy maktabda matematika kasbida o'qiyotgan o'quvchilarga nisbatan qanday qimmatli taklif fikrlaringiz bilan so'zlatgan bo'lsangiz, rahmat. Rahmat. Yaxshi savol so'radingiz. Bizning o'quvchilarimiz endi matematika emas, boshqa fanlarni o'qiyotgan o'quvchilarimiz bor. Endi matematika o'rganganlarga nisbatan deb aytganda, ular men jamiyat chiqqandan keyin men matematik ma'lum bo'lman degan ko'z qarashda bo'lsa bo'lmaydi. Ben özüm tecrübe sabahlarına qaraganda, meningki hozirgacha bitigan 36 aspirantımningki bir 20 oliy maktablarda ma'lum bo'lyapti. Qolganlari hammasi cho'ng shirkatlarda ishlayapti. Chet ellarga chiqib cho'ng xalqaro shirkatlarda ishlayotganlar bor. Endi to'liq kursni bitigan o'quvchilarim uchun ularni xil nurg'un. Bulardan bankada xizmat qilayotganlar, isrofxonalarda xizmat qilayotganlar, unga bojda xizmat qilayotganlar, nurg'un korxonalarda xizmat qilayotganlar, nurg'un o'rinlar. Bular nima qilyapti desa, bular asosiyatda masalan bankada ishlayotganlar, bankininki programmasini loyihalash, programmani bajarish qatorliq yerlarda ishlayapti. Masalan, Qarmayda ishlayotgan bir o'quvchim, Qarmayninki mayni qidirib tekshirib tepish degan o'rindagi programmasini loyihalash o'rnida ishlayapti. Cho'ng shirkatlarda şirket liderining yordamchisi bo'layotgan ham lider bo'lganlarmi bor. Uning kendan shu cho'ng o'rinlarda masalan tarqat guruhlarda ishlayotganlar bor. Shuning uchun bolalar oliy maktabda o'z kasbini yaxshi o'qish bilan birga qo'shimcha kasblarni, qo'shimcha bilimlarni o'rganish kerak. Bunda desam, sizlar men vaqtim yo'q deyishingiz mumkin. Ya unda emas. Siz kasbingizdan sirt kompyuter o'rganishingiz, til o'rganishingiz hem başka bir kasbini qonun o'rganishingiz albatta bo'ladi. Chunki oliy maktab degan bir erkin o'rin. Uning da vaqt degan nihoyat ko'p. Sizni kashkicha tutib olgan ish yo'q. Siz kutubxonalarga kira olasiz, bozorga chiqa olasiz, boshqa yerlarga bora olasiz. Har qanday bir yerda siz o'rganish qila olasiz. Kompyuterni cho'qib o'rganing. Chet el tilidan birini cho'qib o'rganing. Ona tilingizni yaxshi o'qing. Mening tashabbus qilganim shu. Assalomu alaykum Abdurashid muallim, assalomu alaykum Umid aka. Hammalarga shunday yaxshi bir fursatda, shunday yaxshi aktiv energiyalik bir mazmunlarni taqdirgan darsxonada sizlar bilan jam bo'lganligimdan intayin xushalman. Shunday bir misolni aytib kelyapti. To'liq o'rtada o'qigan vaqtlarimizda shu oliy maktab imtihon berilgan mazgil kelganda, shu oliy maktabga imtihon berilgan o'quvchilarni ijtimoiy fan va tabiiy fan deb ikki turga ayriladigan bir ahvollar bor. Endi ijtimoiy fanga chiqadigan o'quvchilar nimani asosiyatdan tutqu qilib turib ijtimoiy fanga chiqadi desa, shu matematikadagi natijasining alayda tuvanligidan yoki matematikani bilmaganligi sababidan, garchi fizik, ximiyani yaxshi ko'rsimi, shu kasb bir utuq qozonqisi bo'lsa-mu, lekin matematika natijasining alayda tuvanligidan qo'rqib ijtimoiy fanga chiqadi. Ularning qarashida nima deganda, faqat men ijtimoiy fan o'qisam, fizik nima, siyosat tarix, coğrafiyani yaxshi yodlasamla, shu kasb cho'qim nuqtali bir oliy maktabga o'talayman deydigan shunday bir ko'z qarash bor. Lekin men to'liq o'rtada o'qigan vaqtimda o'zim tabiiy fan o'qigan, o'zim hozir oliy maktabda o'qiyotgan kasbim ijtimoiy fan munosabatlik doktor siyosatchilik kasbida o'qiyotgan bo'lsam, ya'ni kelgusida umid qilamiz o'xshash bir axborot sipo qitilg'uchi bo'lsam-mu, tabiiy fanga alohida ishtiyoq bog'layman. Mayli ijtimoiy fan sohasidagilar bo'lsin, mayli tabiiy fan sohasidagilar bo'lsin, bo'pmi ijtimoiy fan sohasidagilar shu matematikani o'zining kasbida qanday qo'llansa, o'zining shu ijtimoiy fan sohasidagi bilim qurilmasini yoki kasbiy ishlarini texnik yuksak pallaga yetkaza oladi. Endi biz o'rta maktabda o'qiyotgan vaqtimizda albatta ijtimoiy fan hem tabiiy fan deb bo'lamiz, shunaqo. Endi bizningki yana eng oxirgi maqsadimiz imtihon berish bo'lganlikdan qaysi fanda yuqori nomer ola oladi degan chog'da albatta ijtimoiy fanda yuqori nomer oldi deb matematika sal qarab qolgan ish bor. Bu to'g'ri emas. Chunki odam o'zini abya dedik-ku, matematika degan odam o'zining tafakkurini qanday qildi? Yetishtirdi. Odamni sezgirlashtirdi, odamni o'tkir qildigan, odamni old ilgirlashga chidamchilik qildigan, odamni rost so'zildigan, odamni kishilarni hurmat qildigan, mushtaq narsani o'rgatadigan
odamni chiniqtiradigan bir tantarbiya dedik. Unda bo'lsa sen o'sha tantarbiyadan balani o'quvchilarni sen ajratib olsang, u qanday bo'ldi? Yaxshi bo'lmay qoldi. Biz hargiz ikkisini ayirib etmaymiz. Sen matematikani o'rgansang, cho'qim uning adabiyotga bo'lgan, ijtimoiy fanga bo'lgan roli bor. Uni ilg'irlashga, uni texnik mukammallashtirishga, uni xato so'zlamaslikka yetaklaydi. Agar sen ijtimoiy fanni yaxshi o'qisangchi, sening til qobiliyating, sening so'zlash qobiliyating, sening nutq qobiliyating, sening yozish qobiliyating o'sadi. Shaylarni nihoyatda oddiy so'zlar bilan yaxshi tushuntirib bergan bo'lsa deb mundaq o'ylaymiz. Hargiz ikkisi ikki narsa emas. Ikkalisi sen uchun foydasi bor, ziyni yo'q. Charles Chaplin Einstein'ni siz bir yetişken san'atkor ekansiz debdi. Xuddi shunga o'xshash. Meningcha bu shoirona ilhom bilan logikalik tafakkur bir yakkaga uchrashidir. Ondan u bir o'rtaq muvaffaqiyatga yetaklaydi. Yani gapimni bilib qo'ysam, hozirgi o'quvchi degan chog'da, yana bunda bir narsani qildi. Bizmi o'quvchilarni kitob o'qishga tashabbus qilamiz. Lekin bizning tashabbus qilganimiz bizning tabiiy fan bo'lganlikdan tabiiy fanga oid kitoblarni o'qishni tashabbus qilamiz. Chunki bu o'xshash kitob. Sana nima kerakli bo'lsa, sen shu kitobni o'qishing kerak. Agar men adabiyotga qiziqadigan bo'lsam, cho'qim adabiy kitoblarni o'qishim kerak. O'zimga foydali, o'zimga asqatilgan, mening dunyoimda mushundaq bir yo'nalishdagi kitoblar yaxshi desam, tushensam, men shu yo'nalishdagi kitoblarni o'qishim kerak. Men qor qo'yib mening o'quvchilarimga adabiy kitoblarni o'qinglar deb, u matematikada g'olqib ketgan kitoblarni, tabiatdan g'olqib ketgan kitoblarni o'qinglar deb tashabbus qilishni xohlamayman. Lekin u o'zining erkinligi. Agar o'qisa, o'qisin. Lekin mening ko'z qarshimda cho'qim odamlar o'ziga mos kelgan, o'zi yaxshi ko'rgan, anan kendin jamiyatni taraqqi qildiradigan, odamning engini taraqqi qildiradigan, olg ilgirtiradigan, odamga yordam beradigan kitoblarni o'qishni tashabbus qilma. Assalomu alaykum Abdurahmon, yaxshimisiz? Men Urumsharlik Suluq o'tir maktab o'quvchisi Farizat Karam bo'lman. Men o'zim bir ijtimoiy fan o'quvchisi. Ijtimoiy fan kirganda yaqin men matematikani shu-mushulqi cho'qim o'rganish kerak bo'lgan bir fan qatorida o'rganib kelgan. Oliy maktab imtihonidimi 96 nomer bilan xeyli yaxshi natija oldim deb o'ylayman. Yaxshi. Endi sizdan nutqingizni olgandan keyin shu oliy maktab imtihonida matematikada mushta yaxshi natija ilib o'zimning matematik o'rganish jarayonida tafakkurimning logikchanligini yetilganligini his qildim. Endi sizdan nutqingizni olgandan keyin men eng ta'sir qilgani shu o'zi yaxshi ko'rgan kasbni tanlab, kasb bilan amaliyotni birlashtirish bo'ldi. Men endi bir oliy maktabga endi yangi qadam qo'yish oldida o'quvchi bo'lish sifatim bilan sizdan shu muvaffaqiyat qozonish jarayonida qandaq bir tajribalarni bizga yakunlab, bizdan keyin shu oliy maktab bitirib chiqqandan keyin jamiyatga bir kishilik to'kpimizni qo'shishimizga yordam bo'lgudek bunday bir tajribalaringiz bo'lsa so'zlab berishingizni umid qilaman. Hozir savol so'rgan singlimiz bo'lsa Farizatda, ya'ni bu qitimliq oliy maktab imtihonida ijtimoiy fanlar sohasida Abnum rayon bo'yicha yo'l a'lo bo'lgan singlimiz ekan. Tabriklaymiz. Meningki endi yakunlagan tajribam nima degan chog'da, cho'qim odam oliy maktabda o'qish kerakka birinchisi. U inson bo'lgankan cho'qim yuqori bilim olish kerakka. Mushu hayotida nihoyatda kishilar o'rganib boqmagan narsalarni, kishilar ko'rib boqmagan narsalarni ko'rish kerakka degan mushta bir o'yga keldim. Men o'rganish jarayonida his qilganim, agar siz qiziqsangiz, siz tirishsangiz, cho'qim yetalaysiz ekan. O'zingiz bir odam, inson bo'lgandan keyin siz o'zingizning nemingiz bilan huzurlansiz, nemingiz bilan o'zingizga bir xil ishonch paydo bo'ldi. Cho'qim sizning bilimingiz bilan bo'ldi. Bu bilim nereden keldi degancha, bilimni o'zligini o'rganib olganim bo'ldi-da, lekin oliy maktab bo'lsa tezroq bo'lib ketdi. Nimishga desa, nurg'un professorlar, nurg'un olimlar u yerga yig'ilgan. Ashlarning tajriba saboqlari orqali ular sizning bir kitobni o'qigan vaqtingiz ketgan vaqt qaraganda ularning bir qitimliq leksiyalari yoki bir qitimliq darslardan siz nurg'un narsani bilib olasiz. Lekin mening tashabbus qilganim yana o'z o'rganganga yetmaydi. Ammo vaqtni ko'zlaganchada cho'qim boshqalarning tajriba saboqlarini yakunlash, boshqalarni anglab yiqish, boshqalarning o'rgangan narslarini doim anglab turish kerak deb qarayman. Assalomu alaykum Abdurahmon, men Nazokat Alil bo'lman. Hozir Xinjiang universiteti matematik kasbida magistr aspirant o'qiyapman. Men bugun bu nutqingizni olgandan keyin
Shundaq memnun bo'ldim. Ishlaymanki, bu sorundagi har bir kishiga cho'nqur ta'sirotlarni qoldirdi. Rahmat. Endi mening shundaq savol so'rag'im kelyapti. Endi men bu matematika kasbida o'qiyapman. Endi ba'zilar matematika kasbida o'qiganlar cho'qim matematika o'qituvchilik xizmati bilan shug'ullansa o'zining qimmat topgan bo'ldi deb o'ylaydigan. Endi matematika o'qiganlarga faqat shu bir yo'l bormi yoki boshqa qanday savollarda xizmat qilsa bo'ldi, shu haqda qarashlaringizni so'zlab bergan bo'lsangiz, rahmat. Bo'ldi. Naiti yaxshi savol berdi. Demak, o'qituvchi bo'lish naiti olajanobliq sharafli xizmat. Lekin men o'qituvchi bo'lma desanglar, hamma odamni o'qituvchi qilayotgani bo'lmaydi. Hammasi o'qituvchi qilsa kimni o'qitadi ular? Shuning uchun sizda cho'qim bir xil ideya tayyorlik qilish kerak. Men garchi matematik o'qigan bo'lsam-mu, jamiyat chiqib men har qanday bir ishni qila olmayman degan bir iroda bo'lish kerak. Men cho'qim noldan boshlay olmayman. Men ma ishni cho'qim qila olmayman degan ideya bo'lgan vaqtida, unkan siz jamiyat chiqib xizmat topa olasiz. Hamda eglikni tiklalaysiz. Mening ko'z qarashim nima degancha? Mening ko'z qarashim, men o'qigan vaqtda cho'qim astoydil yaxshi o'qiyman. Lekin jamiyat chiqqandan keyin jamiyat men xizmat topalamdim, topamamdim. Topamay qolsam, o'zim eglik yaratsam bo'ldi. O'zimning qiymatini o'zim yaratishim kerak. Nimishga kelsa, menda bilim bor. Undan keyin men tirishsam cho'qim hal qila olmayman deydigan biz ko'p qashqa. Hargiz ota-onamni tayinib qolma. Hargiz jamiyat tayinib qolma. Hargiz meningki yiqildim tayinaman deydigan ideyadan ko'z qarashdan orlib ketishimiz kerak. O'g'inda qarashlar hammasi ibtidoiy qarashlar. O'zingizning qiymatini yaratamaysiz. Cho'qim sizdan bir mundaq bir ideya bo'lishi kerak. Men haqqa tayinib yashab ketdiman deydigan ideya bo'lmasi kerak. Men o'zimga tayinib, mayli qaynoqsiz issammi, o'zimga tayinib yashab keldim deydigan bir xil ideya bo'lishi kerak. Shundaq bir nimani yakunlanadigan bo'lib yashash kerak. Shunga siz o'qigan vaqtda cho'qim mashundoqni oydinlashtirish kerak. Meni palonchi ma'lum imtihonda o'tkazib qo'yamdiki, ya palonchi tuqunum meni xizmat o'rlashtirib qo'yamdiki degan ideya bo'lsangiz, bu siz degan iste'dod jamiyat yashayotgan odam deb qarashingiz bo'ladi. Unda qarashni tashib etaylik. Hozir qanchinchi davr? Hozir degan noiti fantastik taraqqiy etgan javr. O'zingga tayindigan vaqting, o'zingga ishingga vaqting, o'zingga tayinib yenglik yaratadigan vaqting. Sana hukumat, xalq shundoq cho'ng bir xil sharoitni yaratib bergan vaqtda, mushta vaqtda o'zingning yosh jalb shundoq ruhingni joriy qildiramsan, qachonda joriy qildirsa? Tirishayli, qilalaysizlar, xalqning baldiri qildi ekan, nima qilmay ekan. Biz doim xalqlarningki ijod qilgan, xalqlarning yaratgan narsani ishlatib o'tiramdik. Masalan, aytaylik, sizlar eng yaxshi ko'rgan telefon kim ijod qilgan? Xalqlar ijod qilgan. Biz ishlatamiz, qimmatga ishlatamiz, ashni 5000 so'm ishlatamiz, ishim og'rib ketadi. Bizning boshda telefonlar chiqmamda, cho'qim chiqadi. Sizlar tirishsanglar, biz tirishsak, hammamiz tirishsak cho'qim chiqadi. Mana bu hayajon, menimcha nutqning asosi. Hissiyat bo'lganda nutq kuchga bo'ldi. Biz bugun bizniki programmamizda matematika sohasida tuhfa yaratgan shaxs, bunda aytgan chaqda Yaponiyaning matematik qomusiga kirgizgan shaxs Abdurashid Abduvali bilan paranglashdik. Abdurashid akamningki o'z kasbini o'rganish, ishiltish, shundaqla yashash jarayonidagi hayot kechirmishlari, mukammal ideyalari bizniki yoshlarimizniki o'z hayot yo'lini to'g'rilab yangicha istiqbol yaratishida texmi cho'nqur ta'sir ko'rsatishini umid qilamiz. Ko'p rahmat, sizlar soni ko'rsataylik.